Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va O'zbekiston 24 ni tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabin do'stlar. Bugungi matbuot anjumanimiz har bir iste'molchi, korxona, tashkilot, idora uchun dolzarb bo'lgan gaz ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan mavzuga bag'ishlanadi. Bu haqda biz bir necha kundan buyon ekranlar orqali anonslarni taqdim etdik va studiyamizga aynan shu mavzu bo'yicha mutaxassislar va ularga beriladigan savollar bilan blogerlar, jurnalistlar ham jamlanishgan. Tabiiy gaz haqiqatdan bu shunchaki yoqilg'i emas, bu xonadonlarning iliqligi, issiqligi, korxona tashkilotlarining ishlab chiqarish quvvati, iqtisodiyotimizning barqarorligini ta'minlovchi millionlab insonlarning kundalik hayotiga aylangan eng muhim omildir. Biroq 10 yil ilgarigi tashkilotning faoliyatiga agar nazar soladigan bo'lsak, albatta soha qarzdorlikka botqog'iga botganligini va albatta hamin qadar xizmat ko'rsatadigan ahvolga kelib qolganligini men nazarimda studiyadagilar va barcha juda yaxshi eslaydi. Va bugun biz so'nggi yillardagi davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan soha faoliyati yangilanish bosqichiga o'tganligini ko'rib, o'z faoliyatimizda, yashash tarzimizda his qilib turibmiz. Minglab kilometr gaz tarmoqlari yangilangani va bu jarayon hali davom etayotganligini ham aytib o'tish o'rinli. To'g'ridan-to'g'ri efirimiz formatida bugungi brifing Hudud gaz ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining 2025-yilning yakunlari va joriy yilning birinchi chorak yakunlari sarhisobiga bag'ishlanadi. Ochiq muloqotimizda Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Davron Maqsudov, boshqaruv rais o'rinbosari bosh muhandis Tohirjon Turdiyev hamda mutasaddi xodimlar ishtirok etishmoqda. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Brifingda shuningdek aytib o'tganimizdek ommaviy axborot vositalari vakillari va shuningdek aytib o'tishimiz kerak blogerlar ham o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan ishtirok etishadi. Dastlab Hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati rahbariyatining 2025-yil yakunlari va 2026-yil birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar bo'yicha axborotini tinglasak. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli ommaviy axborot vosita vakillari, aziz ishtirokchilar. Barchangizni bugun matbuot anjumanida ko'rib turganimizdan mamnunmiz. Avvalambor gaz ta'minot sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar aholini energiya resurslari bilan barqaror ta'minlash hamda sohani modernizatsiya qilish borasida ishlarga doimiy qiziqish bildirib kelayotganingiz uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Jamiyatimiz tomonidan davlatimiz rahbari tomonidan belgilangan vazifalar asosida hududlarni kompleks rivojlantirish, tabiiy gazdan oqilona foydalanish, tizimni modernizatsiya qilish bo'yicha 2025-yil davomida keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Bu ishlarni avvalo aholini tabiiy va suyultirilgan gaz bilan barqaror, xavfsiz va sifatli ta'minlashga qaratildi. Iste'molchilarga jami 19 milliard 400 ming metr kub tabiiy gaz va 637 ming 500 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berildi. Energiya resurslaridan samarali foydalanish bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida 2025-yil davomida 2 milliard 332 million metr kub tabiiy gaz iqtisod qilishga erishildi. Mavjud infratuzilmani modernizatsiya qilish ishlariga ham alohida e'tibor qaratildi. Xususan 1045 kilometrdan ziyod gaz tarmoqlari qurilish, montaj ishlari amalga oshirildi. 558 kilometr gaz tarmog'i mukammal ta'mirlash va rekonstruksiya qilish ishlari amalga oshirildi. Ijtimoiy va iqtisodiy sohalar uchun 148.4 kilometr gaz tarmoqlari qurildi. Gaz tarmoqlarining texnik holatini yaxshilash maqsadida 1023 ta gaz taqsimlash punktlari mukammal ta'mirlandi. 50 mingdan ortiq gaz taqsimlash punktlari texnik ko'rikdan o'tkazildi. 7600 kilometr gaz quvurlari bosim ostida sinaldi. 23 ming kilometr gaz quvurlari holatlari zamonaviy priborlar yordamida tekshirib, ularning hozirgi holatlari yaxshilandi. Tizimda texnologik yo'qotishlarni qisqartirish maqsadida hududlarda 6000 dan ortiq gaz taqsimlash punktlari demontaj qilinib, natijada 1800 metr kubdan ziyod tabiiy gaz iqtisod qilindi. Avvalgi holatga qaraganda mana 10 yil oldingi umuman 80-90-yillarda ishlab chiqarilgan gaz taqsimlash qurilmalari bugungi kunda zamonaviysiga, zamonaviy telemetriyalar bilan birga ishlaydigan, inson omilisiz, o'sha shaffoflikni ta'minlangan va raqamlashtirilgan gaz taqsimlash tizimi joriy qilishga erishildi. Aholini tabiiy gaz bilan barqaror va xavfsiz ta'minlash maqsadida 318 mingdan ortiq xonadonlarga gaz taqsimlash 3 bosqichli tizimdan 2 bosqichli tizimga o'tkazilib,
bir me'yorda xavfsiz, bir me'yorda gaz bilan ta'minlash ishlari amalga oshirildi. Iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatishni yanada yaxshilash maqsadida 74 ta maxsus transport vositalari xarid qilinib, joylarga yetkazib berildi. Suyultirilgan gaz ta'minotini yaxshilash bo'yicha ham bir qator ishlar amalga oshirildi. Jumladan iste'molchilarga 29 ming zamonaviy shu gaz ballonlarini yetkazib berildi va bugungi kunda shuningdek xususiy gaz to'ldirish inshootlarini jalb qilinish orqali saqlash va to'ldirish quvvatlari oshirildi hamda transport xarajatlari qisqartirildi. Eng muhimi, suyultirilgan gaz tarqatish jarayonlarida shaffoflikni ta'minlash maqsadida jarayon to'liq raqamlashtirildi. Face ID tizimi joriy etildi. Endi gaz ballonlarini qabul qilib olgan xonadon egasi yuzini identifikatsiya qilish orqali tasdiqlanmoqda. Bu o'z navbatida tizimni shaffof ishlashini ta'minlangan holda ehtimoliy korrupsion holatlarni oldini olishga qaratilgan. Sohada energiya resurslaridan noqonuniy foydalanish holatlariga qarshi kurash ishlari ham kuchaytirilgan tartibda amalga oshirilmoqda. Amalga oshirilgan nazorat tadbirlari natijasida 173 mingdan ortiq qoidabuzarlik holatlari aniqlanib, qariyb 1 trillion 774 million metr kub tabiiy gaz hajmlari qayta hisob qilindi. Shuningdek, suyultirilgan gaz ta'minotida 285 ta noqonuniy, ya'ni xalq tilida aytganda bunkerlar faoliyatiga chek qo'yildi. Natijada 137 ming tonna suyultirilgan gazni noqonuniy sotish holatlari oldi olindi. Murojaatlar bilan ishlash masalasi ham doimiy nazoratga olingan. Xususan, jamiyat rahbariyati va quyi tizim rahbarlari tomonidan ommaviy va sayyor qabullar tashkil etilib, minglab fuqarolarning murojaatlari joyida chiqib hal qilindi. Prezident virtual qabulxonasi orqali 2025-yilda jamiyatga 43 mingdan ortiq murojaatlar kelib tushdi. Ularning barchasi ko'rib chiqildi va asosiy qismi ijobiy hal etildi. Eng muhimi, amalga oshirilgan ishlar natijasida murojaatlar soni o'tgan yilga nisbatan 27% ga qisqartirishga erishildi. Shuningdek, iste'molchilar murojaati bilan ishlash tizimini takomillashtirish va aholi bilan tezkor muloqotlarni ta'minlash maqsadida 1104 qisqa raqamli call center 24/7 ga rejimda faoliyat yuritmoqda. Xizmat sifatini yanada yaxshilash maqsadida operatorlarni bosqichma-bosqich 100 nafarga yetkazildi. Ma'lumot o'rnida jamiyat va uning hududiy filiallari kol markazlari tomonidan jami 840 mingga yaqin qo'ng'iroq qabul qilinib, iste'molchilar murojaatlari tezkor munosabat bildirildi. Hurmatli ishtirokchilar, bugungi kunda jamiyatimiz oldida turgan asosiy vazifalar sohani yanada raqamlashtirish, energiya resurslaridan samarali foydalanish, ta'minot, iste'molchilarga qulay va shaffof xizmat ko'rsatish hamda gaz ta'minot tizimini modernizatsiya qilishdan iboratdir. Agar 10 yillikka nazar soladigan bo'lsak, bugungi kunda hudud gaz ta'minotida suyultirilgan gaz tizimi raqamlashtirildi. Mana aholiga xizmat ko'rsatish, tabiiy gaz yetkazib berish yana bir sohani mana kuni kecha yakunladik va raqamlashtirildi. Bizda yer usti gaz tarmoqlariga xizmat ko'rsatuvchi chilangarlarni xizmati ham to'la onlayn boshqaruv tizimiga o'tkazildi. Ya'ni o'sha gaz tarmog'ini yurishi, aniqlangan holatlarni bartaraf etishi, har bitta jarayon onlayn boshqaruv tizimlari joriy etildi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Tohirjon Jakbaraliyevich minnatdorlik bildiramiz va ayni daqiqalarda hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisining birinchi o'rinbosari Davron Maqsudov tayyorlab kelgan hisobotni ham eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli teletomoshabinlar. Men 2026-yil birinchi choragida qilingan ishlarga to'xtab o'tmoqchiman. 2026-yil birinchi chorakda hudud gaz aksiyadorlik jamiyati o'ziga qo'yilgan vazifalarni davom ettirib, aholi va ulgurji iste'molchilarimizga 7 milliard 200 million kubometr tabiiy gaz va 155 ming tonna suyultirilgan gaz yetkazib berdi. Energiya resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha amalga oshirilgan sa'y-harakatlarimiz natijasida 623 million tabiiy gaz iqtisod qilinishga erishildi. 2026-27 yil kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ishlarini shu yilni o'zini boshidanoq boshlab yubordik. Buni natijasida birinchi chorakda
94 kilometr gaz quvurlarimizni qurilish montaj ishlarini amalga oshirdik. Ulardan 12 kilometr yangi gaz quvurlari bo'lib, asosan ijtimoiy iqtisodiy obyektlarga tortib berildi. Gaz jihozlarini xavfsiz va samarali ishlatishini ta'minlash maqsadida birinchi chorakda aholi xonadonlarida 42 mingta nostandart jihozlarini zamonaviylariga almashtirildi. Bu rejamizni 104% tashkil qildi. Iste'molchilarga sifatli xizmat ko'rsatish, ya'ni suyultirilgan gaz o'z vaqtida olib borish uchun mavjud transport vositalarimizning soni ko'paytirildi. Qo'shimcha yana 9 ta maxsus transport vositasi sotib olindi. Birinchi chorak davomida qo'shimcha 8600 dona maishiy gaz ballonlari yetkazib berildi. Aytib o'tilgandek, shu yilning 1-martdan boshlab prezidentimizning topshiriqlariga binoan tizimda shaffoflikni ta'minlash uchun Face ID tizimi joriy qilindi. Face ID tizimini joriy qilishimiz natijasida bizdagi axborot tizimimiz shaffoflashdi, u yerdagi bazalardagi xatoliklar, noaniqliklar bartaraf etilib kelinmoqda. Qayd etishimiz lozimki, hozirgi kunda afsuski noqonuniy holatlar ham mavjud. Ya'ni birinchi chorak davomida hudud gaz ta'minot xodimlari compliance xizmati tomonidan 21 mingdan ortiq noqonuniy qoidabuzarlik holatlari aniqlangan. Buning natijasida 400 milliard so'mdan oshiq bo'lgan 156 million kub gaz qayta hisob-kitob qilindi. Bundan tashqari joylarda noto'g'ri gaz ballonlarini saqlab turish natijasida 65 ta bunkerlar aniqlanib, 14 tonna suyultirilgan gazni noqonuniy aylanmasi oldi olindi. Hudud gaz aksiyadorlik jamiyati o'z faoliyatida xorijiy investitsiyalar bilan ham ishlaydi. Bu yilga 40 million xorijiy investitsiya jalb qilish vazifasi ko'zda tutilgan. Birinchi chorakda shundan 9 million AQSh dollariga teng investitsiya o'zlashtirildi. Aytib o'tilgandek, katta e'tiborni aholimizning murojaatlariga qaratmoqdamiz. Hurmatli prezidentimiz bu yilning 13-fevralda bergan topshiriqlari bo'yicha hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatida maxsus shtab tashkil etilib, o'tgan yilgi ko'rib chiqilgan arizalarni 16 mingtasi qayta ko'rib chiqildi. Birinchi chorakda kelib tushgan 11 ming arizalarni 94% ijobiy hal qilindi. Ta'kidlab o'tishim lozimki, asosiy faoliyatimiz raqamlashtirishni chuqurlashtirish, bunda sun'iy intellekt texnologiyalaridan keng foydalanish ishlarini amalga oshirmoqdamiz. Bu o'z navbatida ishimizni tezkor va sifatli xizmat ko'rsatish imkoniyatlarimizni kengaytiradi. Rahmat. Rahmat, minnatdorlik bildiramiz. Hurmatli jurnalistlar, studiyamizga tashrif buyurgan blogerlar, agarda savollaringiz bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozir hisobotdan baribir kimdadir ma'lum bo'lgan bir savollar yig'ilishi mumkin. Marhamat, Mehroj aka, marhamat. Har bir savol beruvchi bloger, jurnalist o'zlarini tanishtirib, tegishlilik bo'yicha murojaat qilishlari mumkin. Assalomu alaykum. Men savolim Tohir Jakbaraliyevichga. Hudud gaz ta'minoti sohasida inson omili hali ham yuqorimi yoki hamma narsani shu raqamlashtirish hal qilyaptimi? Ayni bugungi kunda mana shu hudud gaz ta'minotida raqamlashtirish darajasidan ko'nglingiz to'ladimi? Shular haqida ma'lumot bersangiz. Javob uchun avvaldan rahmat. Ruxsat bersangiz, men o'zim javob bersam, chunki raqamlashtirish meni yo'nalishim. Savolingiz juda o'rinli. To'g'ri aytdingiz. Hamma tashkilotlarda hozir raqamlashtirish jarayonlari olib borilmoqda. O'zimizning sohamizga keladigan bo'lsak, xabaringiz bor, 2020-25 yillar davomida tabiiy gaz nazorati va hisob yuritishini avtomatlashtirish bo'yicha loyiha amalga oshirilgan. Bu loyiha natijasida iste'molchilarimiz 3,5 million iste'molchilarimizga aqlli hisoblagichlar o'rnatgan edik. Bu o'z navbatida inson omilini keskin qisqartirdi. Esinglarda bo'lsa, o'sha paytlar
nazoratchi, gazchi nazoratchilar xonadonga borib hisoblagich ko'rsatkichlarini qo'lda yozib kelar edi. Xohlagancha o'zgartirishi mumkin edi. Hozir esa bu hisoblagichlar kundalik bizni bazamizga to'g'ridan-to'g'ri ma'lumot keltirib kelyapti. Bundan tashqari, hozir amalga oshirilgan raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan choralarimiz natijasida bizni mahalla gazchilarimiz faoliyati ham to'liq raqamlashtirib onlayn nazoratga olindi. Ya'ni har bitta mahalla gazchimizda qo'lida planshet bor. Har kuni hech qanday nimasiz avtomatik ravishda ularni planshetiga 20 ta topshiriq keladi. Ya'ni qaysi xonadonga borish kerak, qaysi xonadonni hisoblagichi ishlamayapti, qaysi xonadon debitor, uni undirish kerak, plombasini qo'yish kerak. Hammasi o'sha plansheti orqali bajarilganligi nazorat qilib boriladi. Bundan kelgusi qadamlarimiz ham aniq belgilab olingan, ya'ni suyultirilgan gaz sohasiga keladigan bo'lsak, bu hozir ballonlarimizni NFC chiplar bilan jihozlash, undan tashqari bizni hozir Samarqand viloyatida pilot loyiha qilmoqchimiz, ya'ni butun jarayonni raqamlashtirish maqsad qilib olganmiz. Rahmat. Rahmat. Marhamat, o'zingizni tanishtirib. Elyor Go'ro'g'liyev, jurnalistman. Bilamizki, yilning boshqa mavsumiga qaraganda qish oylarida shu energiya resurslariga ehtiyoj ortadi. Lekin masalan, o'tgan qish mavsumida gaz ta'minotida bir qator uzilishlar ham yuzaga kelgan va mana shu vaziyat qanday o'nglandi? Vaziyat o'nglanganini oddiy iste'molchilar natijadorligini his qilishdimi? Rahmat javob uchun. Imkon bo'lsa, mutasaddilardan iltimosimiz javoblarni ixchamlashtirib, konkret bersak, marhamat. Har yili bo'ladigan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bu avvalambor avvalgi yildagi ko'rilgan, o'tkazilgan mavsumda aniqlangan kamchiliklar, aholining e'tirozi, uzilishlarga chambarchas bog'liq. Shundan kelib chiqib biz avvalambor birinchi chora tadbiri ishlab chiqamiz. Mana bu yil 2025-26 yildagi kuz-qish mavsumida o'sha talofat ko'rilgan, gaz ta'minotidagi uzilish bo'lgan yoki qoniqarsiz bo'lgan hududlarni birinchi navbatda shularga ahamiyat berib, yangidan demak chora-tadbir ishlab chiqildi va dastur ishlab chiqildi. Bu yil avvalgi yillarga nisbatan karra-karra, ya'ni 800 kilometr yer osti gaz tarmog'ini mukammal va joriy ta'mirlash ishlari amalga oshiriladi. 1250 ta gaz taqsimlash qurilmalari zamonaviy gaz taqsimlash qurilmalariga almashtiriladi va o'z o'rnida bu qilingan ishlar oqibatida avvalgi yildagi o'sha kuzatilgan nosozlik holatlari o'z o'rnida bartaraf etishga erishamiz. Rahmat. Rahmat. Ma'rifatxon, hozir savolga to'xtalamiz. Jizzax bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldik. U yerda bizni muxbirimiz Alisher Zoitov ma'lumotlarni yetkazishga tayyor turibdilar. Demak, Hududgaz Jizzax gaz ta'minot filialida joriy etilgan yangilik, ya'ni onlayn boshqaruv tizimi haqida ko'pchilikda tug'ilgan savollarga aynan mana shu jonli bog'lanish orqali javob olish imkoniyatiga egamiz. Marhamat Alisher, so'z sizga. Sizni eshitishga tayyormiz. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Navbat uchun rahmat. Barcha sohalarda bo'lgani kabi Jizzax viloyatida ham gaz xo'jaligini modernizatsiya qilish, sohani raqamlashtirish borasidagi manzilli ishlar amalga oshirilyapti. Biz Jizzax shahridagi Hamid Olimjon mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Bejizga bu mahalla tanlanmagan. O'tgan yillar mobaynida tabiiy gaz ta'minoti bo'yicha eng og'ir mahalla sifatida qaralgan hudud bugun aqlli mahalla nomini oldi. Bejizga emas, sababi zamonaviy gaz taqsimlash punktlari o'rnatildi. Elektron gaz hisoblash uskunasi o'rnatilishi evaziga mahallaga kirayotgan har bitta tabiiy gaz har kubi aniq real vaqt rejimida hisob-kitobi amalga oshirilyapti va o'tgan yillar mobaynida buning yo'qotish tafoviti 22% ni tashkil etsa va mana shu zamonaviy gaz taqsimlash punktlari o'rnatilishi evaziga bu ko'rsatkich bor yo'g'i 2-3% ga qisqartirildi. Tasavvuringizni boyitish uchun mana bu eski turdagi gaz taqsimlash punktlari ilgarilari mana shu mahallada edi va mana bu gaz rostlagichlari bugun zamonaviy havo tozalash filtrlariga va jo'mraklariga almashtirildi. Jizzax viloyatida bu kabi ishlar hali yana davom etadi. Bu haqida esa Hududgaz Jizzax gaz ta'minot filiali direktori birinchi o'rinbosari Bahodir Xoliqov batafsil ma'lumotlarni beradi. Avvalambor jamiyatimizning asosiy vazifalaridan biri iste'molchilarni tabiiy va suyultirilgan gaz bilan uzluksiz ta'minlash, xavfsiz yetkazib berishdan iboratdir. O'tgan mavsumda viloyatimizda 72 kilometr gaz tarmoqlari to'g'ri rekonstruksiya ishlari amalga oshirildi. Shuningdek 500 dan ortiq,
ya'ni tozalagichlar tarmoqlarga o'rnatildi. 2000 dan ziyod gaz jo'mraklari, zulfurlar o'rnatildi. Shuningdek, yer ostida gaz quvurlarini to'liq mobil laboratoriya yordamida tekshirishdan o'tkazildi. Yana bitta eng katta yutuqlarimizdan biri viloyatda Jizzax shahri va Sharoshik tumani viloyatda 70% tashkil etadigan bo'lsa, iste'molchilar soni ushbu Jizzax shahrining markaziga 3,8 kilometr gaz tarmog'i, yuqori bosimli gaz tarmog'i tortilib, yuqori bosimli gaz tasdiqlash punkti o'rnatildi. Buning natijasida 70 mingdan ziyod aholi xonadonlarning gaz ta'minoti yaxshilandi. O'tgan mavsumda o'rganib ko'radigan bo'lsak, ushbu hududlardan gaz ta'minoti bosimi pasayish yoki gaz ta'minotida uzilishlar bo'yicha umuman murojaatlar keskin kamayib ketdi, tushmadi deyarli murojaatlar bo'lmadi. Shuningdek, bu yilga ham o'zimizga katta marralarni olganmiz. Mana bu yil 110 kilometr gaz tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, 35 ta gaz taqsimlash qurilmalarini mana eskigan qurilmani zamonaviy gaz taqsimlash punktlariga almashtirish. Shu kungacha viloyatda 500 dan ortiq mana eskigan gaz taqsimlash punktlariga zamonaviy gaz taqsimlash punktlari o'rnatildi. Buning natijasida albatta hammasi yurtboshimiz sohaga e'tiborlari viloyatda mana o'tgan yilga nisbatan ko'radigan bo'lsak, yo'qotishlar hajmi 50% ga qisqartirishga erishildi. Rahmat sizga fikrlar uchun va aynan bu kabi aqlli mahallalar Jizzax viloyati bo'yicha 14 ta hududda tanlab olingan va sohadagi eng so'nggi yangiliklardan biri aynan mana shu zamonaviy gaz taqsimlash punktlarimiz chilangarlar tomonidan Xigito onlayn geoqora tizimi orqali boshqariladi. Va bizda hozircha shulardan iborat va bu kabi ma'lumotlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz. Alisher Zoidov, Jo'rabek Usarov, Jizzaxdan. Rahmat. Ochiq muloqotimizda matbuot o'ziga xos savollar bilan biz javoblarni olishda davom etamiz. Matbuot anjumani davomida, shuningdek, studiyamizda o'tirgan muhtaram jurnalistlar, blogerlar va jonli bog'langandan keyin agarda biron bir savollaringizga reportaj orqali javob olgan bo'lsangiz, savollarni formatini o'zgartirishingiz mumkin. Ma'rifat, marhamat, siz savol bilan murojaat qiling, keyin internet orqali kelgan murojaatlarga yuzlamoqchiman. Assalomu alaykum, rahmat. Ma'rifat Qalandarova, jurnalistman. Savolim bevosita o'sha raqamlashtirish bilan bog'liq. Boya qisman javob berib o'tdingiz. Umuman 1-iyundan bilamiz, o'sha yangi xonadonlarni ya'ni iste'molchilarni suyultirilgan gaz ballonlari bilan ta'minlash Davlat xizmatlari markazi va elektron portal Mayg'uz orqali amalga oshiriladigan bo'ldi. Umuman mana shu jarayon shu paytgacha qanday bo'lgan va bu iste'molchi uchun va soha uchun nima beradi? Javob uchun oldindan rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Mahalla iste'molchilarini suyultirilgan gaz bilan ta'minlash boshqarmasi boshlig'iman. Jo'rayev Akmal Abdusattarovich. Haqiqatdan oldinlari ushbu qarorimiz chiqqunga qadar har bir murojaatchi tuman gaz idorasiga kelib ariza qoldirardi, yozma ariza hamda tegishli hujjatlar, ya'ni pasport, yashash joyidan ariza hamda hujjatbozlik juda ko'p edi. Shu sabab bugungi kunda mana Davlat xizmatlari markazi tomonidan 1-iyundan ushbu xizmatlar faoliyatini boshlaydi. Bugungi kunda o'sha raqamlashtirish tizimini ham to'liq yakunladik. O'sha borib iste'molchi fuqaro, ya'ni o'sha Davlat xizmatlari markaziga tashrif buyurib, bu yerda tegishli arizani yozma ariza to'ldirgan holatda ushbu elektron bizning o'zimizning jamiyatimizning elektron dasturiga tushadi. Ya'ni o'sha bugungi kunda foydalanib kelgan E-gaz dasturimiz. O'sha elektron dasturga tushgandan keyin tuman mas'ullari ushbu xonadonni borib 3 kun ichida o'rganishadi. Ya'ni o'sha xonadonda texnika xavfsizlik qoidalari yoki mana shu oshxona jihozlari qanday o'rnatilgan, maishiy gaz ballonlarini o'rnatish joyida barcha ehtiyot choralarini ko'rib, u yerda elektron dalolatnoma tuziladi. Elektron dalolatnoma tuzilgandan so'ng Davlat xizmatlari markazlariga berilganda 10 ish kuni ichida ushbu ariza ko'rib chiqib, iste'molchiga o'sha dalolatnomaga asosan fuqaroga shartnoma tuzish, ya'ni elektron shartnoma tuzish bo'yicha o'sha yuboriladi. Elektron shartnoma tuzilgandan so'ng fuqaro suyultirilgan gaz iste'molchisiga aylanadi. Ya'ni iste'molchiga hisob raqam beriladi hamda foydalanish uchun maishiy gaz ballon taqdim etiladi. Barcha xizmatlar Davlat xizmatlari markazi tomonidan amalga oshirilgandan so'ng o'sha barchasi bepul amalga oshiriladi. Rahmat. Hurmatli mutasaddilar, shuningdek anonslar orqali ma'lum qilganimizdan so'ng yurtdoshlarimizdan ham ko'plab savollar kelib tushgan. Ulardan birini o'qib eshitiraman, keyin albatta yana minbardagi hamkasblarimizga yuzlanamiz. Men Toshkent shahri Uchtepa tumani 11-mavze 23-uyda yashayman deb boshlangan savol. Odatda sarflangan gaz uchun pul to'langandan keyin gaz avtomatik tarzda yonishi kerak emasmi? Ko'pincha tizim blokka tushib qolaveradi. Bu muammo qanday yechilishi mumkin degan tabiiy savol bilan murojaat qilganlar. Men nazarimda
Bu yerda ko'pchiligimizda ham xuddi shu holat kuzatilgan. Marhamat. Ya'ni smart o'lchagichlardagi bu funksiya haqida tushuncha berib o'tsangiz. Men nazarimda bu kabi holatlar barchada savollarni uyg'otgani tabiiy va savol juda o'rinli. Marhamat, o'zingizni tanishtirib. Assalomu alaykum. Hududiy gaz ta'minot boshqarma boshlig'i o'rinbosarimi, mahalla va ishlash xizmat boshqarma boshlig'i o'rinbosari Usmonov Farruh Shavkatovich. Ushbu savolga quyidagicha javob beramiz. Ya'ni iste'molchilarda o'rnatilgan onlayn gaz hisoblagichlarni to'lov amalga oshgandan keyin o'z avtomatik ravishda yoqishni biz buni nazarda tutmaganmiz. Asosiy sabablardan bittasi iste'molchilarni xavfsizligini o'ylab qilingan. Ya'ni ishda ko'chada bo'lgan iste'molchini telefon raqamiga gaz hisoblagichni o'chgani haqida ma'lumot kelgandan keyin iste'molchilar ko'chadagi paynet har xil ilovalar orqali to'lovni amalga oshirgandan so'ng hisoblagich avtomatik ravishda yonsa agar xonadonda gaz jihozlari yoqiq holatda bo'lishi holatlari bor. Shuning uchun to'lov amalga oshirilgandan keyin inson omili bilan birgalikda barcha texnika xavfsizlik qoidalariga rioya qilib turib, barcha gaz jihozlarini o'chirib, ana undan keyin hisoblagichni tugmasini 2 marta bosib yoqish yaratilgan. Rahmat. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan rahmat, joyiz egallashingiz mumkin. Muhtaram tomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz. Aynan o'sha smart o'lchagichlarning o'zida ham yo'riqnoma ko'rsatilgan. Unda xavfsizlik nuqtai nazaridan barchasi ketma-ket sekundlargacha ko'rsatilgan va jurnalistlarimiz minbarini egallashdi. Marhamat, ulardan savolni eshitamiz. Assalomu alaykum. Jahongir Mardonov, jurnalist. Savolim 2 qismdan iborat. Ikkalasi ham bir-birini to'ldirishi kerak. Ya'ni bugun davlatimiz rahbari urbanizatsiya masalasiga juda katta e'tibor beryapti. Umuman poytaxt misolida olsak ham, viloyatlar miqyosida olsak ham urbanizatsiya darajasi yuqorilab boryapti. 100 mingdan ziyod xonadonli uy-joylar qurilyapti va mana shunday jarayonda yig'ilishlarda prezidentimiz juda ko'p ta'kidlaydi, yo'qotishlarni oldini olish. O'z navbatida ta'minot bir tomon bo'lsa, yo'qotishlarni oldini olish ham bu jarayonda juda muhim masala hisoblanadi. Yashirishda hojati yo'q. Ba'zi bir qishloqlarda yoki shahar sharoitidagi ham gaz taqsimlash punktlari atrofidan o'tganda gazni hidi atrofga anqib yotadi. Hidi chiqib, ovozi chiqib, umuman savolim oddiyki, mana shunday yo'qotishlarni oldini olish, ta'minotga o'zini samarasini ko'rsatadigan mana shunday yo'qotishlarni oldini olish qay darajada ta'minlanyapti, qanday zamonaviy texnologiyalar bunga joriy qilinyapti, umuman bu bo'yicha tahlillar bormi? O'tgan yilga qaraganda bu yil qanchaga kamaydi va joriy yil yakunigacha bu jarayonni qanchaga rejalashtirish, kamaytirish belgilangan. Aynan mana shu bugun ko'payib borayotgan urbanizatsiya foiz oshayotgan jarayon. Savol tushunarli. Rahmat. Marhamat. Avvalambor juda o'rinli savol. Bizni birinchi asosiy vazifamiz shundan iborat: gazni iqtisod qilish va yo'qotishlarni oldini olish. Barchamizga demak ma'lum, bugungi kundagi gaz ta'minoti bu 80-90-yillarda qurilib bitkazilgan tarmoqlar bilan aholiga gaz ta'minoti beradi, lekin keyingi 10 yil davomida juda katta ishlar amalga oshirildi. Birinchi navbatda gaz tarmoqlarini almashtirish. Mana yana ta'kidlab o'tilaman, respublika bo'yicha yer osti gaz tarmoqlari 16 ming kilometrda tashkil etayotgan bo'lsa, shu yilning o'zida 800 kilometr gaz tarmog'i qayta almashtiriladi. Zamonaviy, ya'ni u polietilen trubalarga almashtirish, polietilen o'ta sezuvchanlik, u umuman yo'qotishlarsiz gazni ta'minlab beradigan o'sha zamonaviy gaz quvurlariga almashtirishga erishiladi. Bundan tashqari 4445 ta bugungi kunda yuqori bosimli gaz taqsimlash qurilmalarimiz mavjud respublika bo'yicha. Bu stansiyalardan, taqsimlash stansiyalaridan olib aholiga yuqori bosimli gazni o'sha maromlab beradigan punktimiz. Albatta bu yerda ham katta ishlar qilindi. 4445 tadan bugungi kunga 2600 tasi zamonaviy o'sha Italiya, Rossiya davlatlarida ishlab chiqilgan, o'ta zamon talabiga javob beradigan, bugungi kunda umuman gaz sarfini yo'qotishlarsiz onlayn uzatish imkoniyatiga ega bo'lgan
yuqori va past bosimdagi bosimlarni o'sha maksimal quvvatlarni ishlab chiqaruvchi GRPlarga almashtirildi. Va yaqin kunlarda bularga biz telemetriya o'rnatish ishlarini amalga oshiramiz. Inson omili, ya'ni u yerga chilangar borib gazni sozlash emas, u programma bilan dispetcherda boshqariladigan tizimga joriy qilishga o'tamiz. Mana qariyb o'sha 50% gaz taqsimlash qurilmalari bugun modernizatsiya qilishlari amalga oshirildi. Va bu 2027-yil 28-yil bilan yakunlanadi. Rahmat javob uchun. Feruza, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum. Feruza Umurzoqovaman, jurnalistman. Shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqda blog ham yuritaman. Savolimning yo'nalishi biroz boshqacharoq bo'ladi. Sohaga oid yosh kadrlarni tayyorlash va dual ta'limni yo'lga qo'yish bo'yicha berilgan topshiriqlarni ijrosini ta'minlash qay darajada amalga oshirilmoqda? Umuman olganda sohada yosh kadrlarni salmog'i qanday? Javob uchun rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Xodimlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Achilov bo'laman. Yoshlarga oid siyosat amalga oshirishda jamiyatimiz tomonidan juda katta loyihalar amalga oshirib kelinmoqda. Demak, bugungi kunda tarmoq korxona oliygoh zanjiri asosida dastlab Toshkent davlat texnika universiteti bilan biz hamkorlik shartnomalarini imzoladik. Ushbu shartnoma doirasida neft-gaz fakultetini o'zimizni malaka oshirish markazimizda filialini tashkil etdik va talabalarni ushbu filialga kelib ishlab chiqarish amaliyotlarida ishtirok etishlari uchun maxsus avtobus, bir mahal issiq ovqat bilan ta'minladik va maxsus kiyim-bosh bilan. Ushbu jarayonlar viloyatimizda mavjud texnika bilim yurtlari bilan shunday darajadagi shartnomalar imzolandi. Bugungi kunda talabalarni ishlab chiqarish amaliyotlarida o'tashlari uchun tizimda faoliyat yuritayotgan pedagogik mahoratga ega o'sha muhandis kadrlarni biriktirganmiz. Ular yoshlar bilan bevosita o'sha ishlab chiqarish obyektlarida har qanday texnik va texnologik jarayonlarni ko'rsatib, tanishtirib, sohani sir asrorlaridan bilimlarni oshirib kelishmoqda. Rahmat javob uchun. Rejissyorlarimiz ma'lum qilishlariga qaraganda bizda yana jurnalistlarimiz bilan bog'lanish bor, agar tayyor bo'lishsa. U yerdagi mavzu haqiqatda barcha uchun aynan mana shu sohaga taalluqli soha vakillarini hisobotlarida ham aks etgan ma'lumot xususida bo'ladi. Ya'ni respublikamizda markazlashgan tabiiy gaz yetib bormagan yoki yetib borsa ham gaz ta'minotida barqaror bo'lmagan hududlar topiladi. Tog'li va chekka aholi maskanlari gapimizning isboti bo'la oladi. Ana shunday hududlarga suyultirilgan gaz ballonlari yetkazib beriladi. Gaz ballonlarini FSIZ tizimidan o'tkazish jarayonlari qanday kechayotgani haqida ma'lumot beradi va bu aholiga nima beradi? Aynan shu haqidagi ma'lumotlar bilan Namangan viloyatidan muxbirimiz biz bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldilar. Mahliyo Yoqubbekova. FSIZ tizimi o'zi nima? Gaz ta'minotida albatta va u qanday ishlaydi? Aholiga qanday qulayliklar yaratadi? Shu haqida jonli reportaj orqali bizga ma'lumot berishga tayyorlar. Mahliyo, marhamat, so'z sizga. Assalomu alaykum, rahmat hamkasblar. Va biz ham Namangan viloyatida bugun mana shu gaz ta'minoti tizimida raqamlashtirilgan texnologiyalar, umuman raqamlashtirish tizimiga o'tish jarayonlari haqida muloqotga qo'shilganimizdan xursandmiz va bugun aynan aholiga suyultirilgan gazni yetkazib berish jarayonlarida FSID tizimini, ya'ni raqamlashtirilgan tizimni joriy etish borasida Namangan viloyatida 1-mart sanasidan boshlab amaliy ishlar boshlangan va ma'lumot o'rnida bugun Namangan viloyatida 488 mingdan ortiq fuqarolar aynan suyultirilgan gazdan foydalanadi va bugun ana shuncha aholi to'liq aynan raqamli tizimga o'tkazildi va mahallalarda, xonadonlarda bugun allaqachon FSID tizimi asosida ish tashkil etilgan. Biz hozir Yangi Namangan tumanining Ishonch mahallasida ayni jarayonlarga guvohlik qilyapmiz va viloyat bo'ylab bu boradagi ma'lumotlarni bizga Hudud gaz Namangan gaz ta'minoti filiali direktori o'rinbosari Murodjon aka Xo'jayev ma'lumotlarni taqdim etadilar. Assalomu alaykum. Xo'sh, bu borada aynan Namangan viloyati bo'ylab ish hajmi, umuman jarayonlar xususida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Bugungi kunda Namangan viloyatida 488 mingdan ortiq suyultirilgan gaz iste'molchilariga viloyatdagi mavjud 4 ta gaz to'ldirish inshootlari orqali 89 ta maxsus transportlarda mahallabay tizimida suyultirilgan gaz yetkazib berilmoqda. Va bu o'z o'rnida tizim uchun, aholi uchun qanday qulayliklar yaratadi? Bu o'z navbatida iste'molchilarga o'z vaqtida
suyultirilgan gaz yetkazib berilishi va ushbu jarayonlarning onlayn nazorat qilish imkoniyatini yaratmoqda. Viloyatimizdagi o'sha 488 mingdan ortiq iste'molchilarni joriy yil 1-martdan boshlab to'liq Face ID tizimiga o'tkazganmiz. Bu o'z navbatida o'sha iste'molchilarga yetkazib berilgan suyultirilgan gaz miqdorlarini onlayn nazorat qilish imkoniyatini yaratmoqda va ish samaradorligini oshirish maqsadida xodimlarga, suyultirilgan gaz tarqatish xodimlariga maxsus planshetlar bilan ta'minlanib, shuningdek mahalladagi ish jarayonlarini viloyat bo'yicha nazorat qilish, markazdan turib nazorat qilish maqsadida maxsus texnikalarga real rejimda ishlaydigan 360 gradusli video kuzatuv kameralari bilan ta'minlandi. Ya'ni bu jarayonlar bugun to'liq raqamlashtirilgan desak bo'ladi. Mana ertalabdan beri kuzatyapmiz, aholi ham bundan xursand. Aynan fuqarolar uchun bu qanday qulaylik yaratadi? Shunday, shu viloyatimizda shunday tizimni o'rnatganmiz. Mahallabay tizimida ta'minlaymiz. Fuqarolarimizni ortiqcha sarsongarchiliklarni oldini olish maqsadida o'sha bir kun oldin qaysi mahallaga suyultirilgan gaz yetkazib berilish bo'yicha mahalla fuqarolar yig'iniga xabar beramiz. Iste'molchilarimiz o'z navbatida hisob raqamlariga pul mablag'larini tushirib qo'yishadi. Bu ham o'z navbatida ish rejimini tezlashtirishni ta'minlaydi. Rahmat, biz bu borada aynan reportajlar orqali, jonli efirlar orqali yana xabar berishga harakat qilamiz. Hozircha Namangan viloyatidagi ma'lumotlar shular. Rahmat. Rahmat, Mahliyo, minnatdorlik bildiramiz. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, bugungi ochiq muloqotimizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetmoqda va mazkur daqiqalar mobaynida biz hududlardagi o'zgarishlar, tizimga kiritilayotgan yangi innovatsion texnologiyalar, yondashuvlar, ishlash tizimiga oid savollarga javob oldik va aynan hudud gaz ta'minot mutasaddilariga studiyaga tashrif uchun va jurnalistlarimiz, blogerlar va aholining savollariga bergan javobingiz uchun minnatdorlik bildiramiz va ishonchimiz komil, keyingi ochiq muloqotlarda tizimdagi yana ham yaxshi yangiliklar, aholini rozi qilish borasida qilinayotgan islohotlar bo'yicha yana uchrashamiz. Muhtaram studiyamiz ishtirokchilari, mutasaddilar, sizga tashrif uchun minnatdorlik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Muhtaram teletomoshabin do'stlar, ko'rsatuvlarimizni kuzatib boring.